tushganda boshlanadi sarhisob. Topilganlaridan ko'ra yo'qotilganlari ko'p. Quyosh botib kirib kelganida yana qora tun uchardim osmonlarga. Qanotim bo'lsa bugun ishonib ko'rdim ko'plarga ma'qul emas hech biri. Muammosi yo'qlar uchun pul oddiy qo'lga kiri. Hozir xalqlar barini bir parcha qog'oz bo'lsa ham tabaqaga ajratadi, hatto gapira olmasa ham. Har tun aylanadi xayolimda yana o'sha gap. Sabab ko'p topilar lekin qay birida haq. Har tomonda parishon yana go'zallar nechtasi menga uncha qiziqmas, yordam bermas bittasi. Chekish o'ldiradi, to'g'ri ko'ramiz boshda bo'rini. O'lishdan qo'rqmadim, qara barcha ketar to'g'rimi? Chalg'itadi sal bo'lsa ham shu tutun barchasidan. Yo'qotganman ko'p narsani shu tutunni ortidan. Kelar bu dunyoda ammo sabablar ko'pmas. Bu shaharda onajonim hech kim hech narsa bilmas. Ko'zlar kulgu ko'rmagan, bu yerda hech kim kulmas. Yolg'ondan jilmayar balki, lekin bu kulgu emas. Dardim keldi bo'g'zimga, lek odam zotga aytmadim. U hammani sevganmidi yoki yo'qmi bilmadim. Bu yo'llarni oxiri yo'q, ko'rinmaydi chegarasi. O'rmonda yolg'izman, go'yo qo'limda yo'q xaritasi. Adashdim necha bor, yana befoyda qaror chiqarib. Foyda ko'rinmadi, lekin to'xtamadim yo'l axtarib. O'limim kutyapti, go'yo unga qarab ketayapman. Gunohlar kitobim qalin tobora o'shirayapman. Hozir yashash qiyin, bro, ertan o'ylash kerak. Bir chaqasi bo'lmasa erkak kimga ham kerak? O'yla o'rsulari uchun ko'proq harakat kerak. Ular yaxshi bo'lsa bo'ldi, senga yana nima kerak?